Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, qadrli obunachilar. Bugun xudo xolasa Namangan shaharga gullarimizni va gazonlarimizni ekish uchun kelganmiz. Arzon va sifatli xudo xolasa ishlarimiz davom etyapti. Xudo xolasa akalarimiz astoydil mehnatda. Baxtiyor aka charchab qolmayapsizmi? Yerga gap yo'q mana. Yer Ko'ngil saralashgan, cho'tki, yumshoq. xudo xolasa sepamiz. suvlar ochiladi. Suv quymayotganimiz sababi tomchilar sug'arishda juda ham zo'r bo'ladi. Tuvaylarda olib kelib, mana shu holatda ekilyapti. Bu tomonlari xudo xolasa ekib bo'lindi, hozir ko'rsataman bu tomon. Bu tomonlari shu holatda ekildi. Ozgina joy, lekin sifatli xudo xolasa. Oshiqcha bachkani ham emas, oshiqcha narsalar ham qimmat narsalar ishlatilmagan, arzon narsalardan chiroyli kompozitsiya yaratilyapti do'stlar. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastda nomerlarimiz bor. Tomonlarimiz mana xudo xolasa 50 kvadratli joyimiz bunisi. Bu yerga mana gullarimiz juda ham chiroyli holatda, liniyalarga to'g'ri kelgan holatda ekilgan. Gazonlarimiz 2 xil, 3 xil variantlari bor hozirgi vaqtda. Hamyonga qarab, cho'ntaklarga qarab chiroyli qilib beramiz. Bu yerda qattiq edi, o'zimiz o'yib, o'zimiz tekizlab, beg'omisi hamma yo'q ichida 35 ming so'mdan gazonlarni sevib beryapmiz. Gullarimiz 80 ming, 100 ming so'mdan to'g'ri kelgan donasi. Bu yerda jami 124 kvadrat joyimiz bor. 124 kvadratga общий xarajati gazon sepishga 3,5 million atrofida ketdi. Va gullarimizga bu yerga 20 ta gul ishlatildi. Bundan 20 ta gul bo'lsa 100 ming so'mdan 2 million hamda 3 million. Общий 5 million gullarimizga ketdi. Videomiz yoqqan bo'lsa bittadan like bosinglar. Xudo xolasa hozir damashli gullarni ham olib kelganmiz. Ofislarning ichiga damashli gullarimizni ham ekib beramiz. Bu gulimiz karitsa bo'ladi. Xudo xolasa buni ham o'z tuvaylarga chiroyli qilib ekib beramiz. Nasib bo'lsa, holatlari o'ta ham go'zal holatda. Ekib berish xizmati hamma yo'g'i ichida. Gulimiz kecha yetib keldi. Xolasa Xitoy davlatidan kelgan, ishlab turib to's ekkanlarni ko'rib turishlar mumkin. Donasi 480 ming so'mdan, общий tuvagi hamma yo'g'i beg'omisi, o'g'itlari ichida 600 ming so'mdan ekib berilyapti. Tuvaglari bilan hamma yo'g'i bilan kelindi. Bu yerga mana ikkita kofe daraxtimizni juda ham chiroyli holatda qilib ekib berganmiz. Ko'rib turibsizlar, bo'ylari 1.30 chiqaradi bemalol. Kirish eshik qismiga yorug'lik juda ham zo'r tushib turadi. Oq tuvaylarda pastavkalari bilan birga hozir ekib berganmiz. Tagida torki, beg'omisi. Tabiiylik xudo xolasa. Bunimiz общий qiymati 800 ming so'mga to'xtagan. Bizga gazonlarimiz ham sepilib bo'linadi. Bu taraflari bo'ldi, bu taraflari oxiri chiqqanini ham videolarni qo'yib boramiz. Kimga ushbu xizmatlar kerak bo'lsa 77 008 61 00 raqamlarimizga murojaat qilaverasizlar. Bemalol xizmatlarimiz xudo xolasa tavsiya qilib qolamiz. Gazonda chiqishigacha garantiya beriladi. Undan keyingi tarbiyalanadigan o'g'itlari, vitaminlarini albatta sizlarga tekinga beriladi bonus sifatida. Like'lar bosib turib, obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin kanalimizga.